Assalomu alaykum hammaga. Yetib keldim. 2-3 ta hotelga bordim. Hammasi Zaynit. Shundan bir qatorda bu hotel. Ko'rmoq bor, yemoq yo'q deb mana shunisini aytadi. Hammasi Zaynit deyapti. Men aytdim, veligim zaborimga qulflab tursam bo'ladimi desam bo'ladi dedi Axronas. Shunga qulflab qo'ydim. Birinchi kun hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bizda hotelimiz, koshxonamiz. Boja, boringizga shukr. Yaxshi ham shu palatkanizga zakaz qo'ygansiz. Yo'q, mana. Daryo, eng muhimi tinch joydamiz, aholi bor joylar. Prosta chekada. Shunaqa sharoit. Men nima demoqchiman? Shuning uchun iltimos sizlardan layklarni bosib yaqinlarga jo'natib qo'ysalaring, xudo xolisa aktivlar oshib, ko'payib shu o'zimizdan ham misol uchun musofirchilikda yurgan aka-ukalarimiz yo'da meni ko'rib qolishi mumkin-da. Shunda kvartira muammo bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Turgan pulimni beraman, lekin kvartira pulini ham boshqasidan prosta hotelda ahvoli bunaqa bo'lib yotibdi. Alloh nasib. Hech kimdan nolimayman. Shu yo'lda o'zim tanladim, o'zim xohishim bilan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu kunlar ko'rmaganda bo'lib ketamiz-a. Rahmat hammaga.